Siz bir necha $100,000 sarflab bitta marketing kompaniyani yolladingiz va unga aytdingizki, men mana bu mahsulotni ishlab chiqarmoqchiman. Mana shu mahsulot haqida odamlarning fikrini bil dedingiz. Va ular sizga kelib aytayaptiki, brat yoki aka, bu mahsulotni bozorga olib kirib bo'lmaydi. Ahvol chata, odamlar siz mahsulotingizni shunchaki yoqtirmayapti emas, odamlar siz mahsulotingizdan nafratlanyapti desa. Va siz bu mahsulotni dunyodagi o'zining kategoriyasidagi birinchi raqamli mahsulotga aylantirsangiz. yoki bo'lmasa tasavvur qiling, siz nimanidir ixtiro qildingiz va siz ixtiro qilgan narsa o'sha butun boshli mamlakatni dengizchilarini hayotini saqlab qoldi. Va buni natijasida siz va'da qilingan pulni aynan o'sha sohani va aynan o'sha pulni mukofotni va'da qilgan odamlarni evaziga, ya'ni ularning xatti-harakatlarini evaziga bu pulni ola olmadingiz va 40 yil eshigingiz chiqib o'sha pullar orqasidan yurdingiz. yoki bo'lmasa siz ideal bitta mahsulot yaratmoqchi bo'ldingiz va bu yaratgan mahsulotingizni ideal o'lchamlar va parametrlar asosida yaratdingiz. Va bu hech kimga to'g'ri kelmadi. Hech kimga yoqmadi yoki bo'lmasa hech kimga mos kelmadi. Bugun biz sizlar bilan shunchaki bunaqangi faktlar haqida gaplashmaymiz. Aynan mana shu faktlarni hayotimizda qo'llash mumkin bo'lgan elementlari haqida gaplashamiz. Bugun biz sizlar bilan aynan mana shu faktlarni biznesda qo'llash elementlari bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Xurshid. Men 1% bilim kanalining asoschisiman va bugun biz sizlar bilan Rory Sutherland Ogilvy kompaniyasida o'zini 30 yil umrini odamlarni qanaqa qilib qarorlar qabul qilishadi yoki bo'lmasa marketingda qanaqa qilib bu g'oyani ko'proq yurgizib yuborish mumkin va shunga o'xshagan psixologik va marketingning boshqa iqtisodiy taraflariga o'zini umrini sarflagan odamdan 5 ta darsni o'rganishga bag'ishlaymiz. Bugungi videomiz shu haqida bo'ladi. Videoda davom etishdan oldin iltimos kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini bosing. Bu bizning mehnatimizni ko'proq odamlarga yetib borishiga hissa qo'shgan bo'ladi. Inshaalloh kimdir manfaatlansa sizga ham foyda bo'ladi. Demak, birinchi dars sizga marketing xulosasini olib kelib berishyapti va unda ko'ryapsizki, odamlar sizni bozorga endi chiqishi mumkin bo'lgan mahsulotingiz haqida o'zlarining fikrlarini yozishyapti va ular shunchaki nafratlanishadi sizning mahsulotingizdan. Kommentlarda o'qib ko'rsangiz yozilgan, misol uchun, men bu suvni pulga ham ichmagan bo'lardim yoki bo'lmasa nima bu odamni siydigini, ya'ni peshobini alyumin bankani ichiga solib qo'ydilaringmi va hokazo va hokazo. Va siz aynan shu vaziyatda marketologlarga yoki boshqa kompaniyadagi odamlarga, ya'ni mantiq bilan fikrlaylar. Nima qilishimiz kerak endi desangiz, ular aytgan bo'lardi. Birinchidan ta'mni to'g'rilashimiz kerak. Ikkinchidan, ya'ni shirinroq qilishimiz kerak. Ikkinchidan, mahsulotni odamlarga ko'proq berishimiz kerak, ko'proq qiymat berishimiz kerak va buni arzonga qilishimiz kerak. Mana shunda biz oltin formulaga erishgan bo'lamiz va mahsulotimiz bozorda sotiladi dirdi. Lekin Red Bull bu ishlarni qilmadi. Red Bull o'sha dorini ta'mi keladigan mahsulotni kichikroq bankaga solib, magazinlarga hozir O'zbekistonda ostanovkalarda yoki boshqa joylarda bekatlarda kirsangiz, eng qimmatga sotiladigan suvlardan biriga aylantirdi va taxminan bugungi kunda u 6 milliard 7 milliard atrofida, ya'ni donada sotiladi va o'zining kategoriyasidagi birinchi raqamli mahsulotga aylandi. Bularni qanaqa qilib qildi deydigan bo'lsangiz, bularda platsebo effektini evaziga, ya'ni bularda hammasining orqasida platsebo mexanizmi turibdi. Platsebo nima deydigan bo'lsangiz, odatda dorilarda sinashda ko'proq ishlatilinadi. Biz o'zbekchada men bu narsani ko'proq ixlos deb aytaman. Ya'ni 100 ta odamga o'sha preparatni mahsulot solingan dorini berishadi va 100 ta odamga aslida hech narsasi yo'q bo'lgan o'sha mana dori deb berishadi. Va haligi dori deb o'ylab ichgan odamlarda bu narsaning effektivligini sinashadi va buni asosiy preparatga qarshi solishtirishadi va oxirida preparatning samaradorligini o'lchashadi va hokazo. Platseboni tushundingiz, ya'ni ixlos. Aynan mana shu narsa turadi. Red Bull qanaqa qilib bu narsaga platsebo bilan erishdi deydigan bo'lsangiz, odamlar aynan ana shu dorini ta'mi kelishligini, ya'ni achchiqroq narsani, ha, demak buni effekti bor ekan rostdan degan ma'noda Red Bullda o'sha gives you wings, ya'ni sizga qanot beradi degan shiori bilan bog'lashni boshlashdi. Va aynan bu narsani kichkina bankadaligi ham shu narsani qo'llab-quvvatladi. Ya'ni bu narsani ko'pi mana organizmga zararli ekan yoki bo'lmasa ko'plik qo'rar ekan degan narsa bo'ldi. Va aynan mana shu narsani, ya'ni narx masalasida ham qimmatroq bo'lishi, ya'ni bu narsani ta'sirini hammasiga, ya'ni nima deydi, platseboni kuchaytirdi xolos, bu narsa kamaytirmadi. O'zi Sutherland platsebo haqida ko'p gapiradi, ya'ni aytadiki, oddiy aspirinni ham agar sen deydi
platsebo effektini qo'llab, aptekaga bitta odam kirganda menga dori bering, lekin u samarali dori bo'lsin, boshim og'riyapti yoki mana etim og'riyapti desa, oddiy o'sha bosh og'riq dorini xolodilnikdan bitta alyumin chemodanlarda ichida olib, siqib turib bitta kichkina kapsulada berib turib, faqat uyga borganda iching, buni ko'p ichib yurmang desa, platsebo effektini evaziga bu dori senga umuman boshqacha ta'sir qilgan bo'lardi deb aytadi. Va u yana o'sha NyQuilmi, yana bitta dorini ko'rsatadi. O'sha dorini qutichasida yozib qo'yilar ekanki, ya'ni bu dorini 4 kundan ko'p ishlatmang. Kechqurun iching, ya'ni uyqu dori o'zi aslida 4 kundan ko'p ichilmasin deb yozib qo'yilar ekan. Aynan 4 kundan ko'p ishlatsa, uni qanaqadir effekti nimadir bo'lish haqida ilmiy izlanishlar yo'q ekan. Bu faqat marketing kompaniyasining o'sha dori farmatsevtik kompaniyaga bergan tavsiyasi ekan va bu ishlashni boshlagan Amerikada. Ya'ni odamlar bu dori shu darajada effektivki, ya'ni ko'pchisi odamga zarar ekan degan tushunchada. Nima bo'lgan taqdirda ham biz platsebo effektini bilan sizlar bilan tanishib oldik va aynan mana shu narsaga Sutherland butun boshli bitta bobni bag'ishlaydi o'zining kitobida. Red Bullni кейsidan oladigan bizni sabog'imiz, ya'ni ayrim holatlarda biz o'zimizni kuchsiz taraflarimizni qanaqadir qilib kuchliroq tarafga aylantirishimiz ham mumkin ekan. Faqat buning uchun bizdan ozgina mana shu narsalarni haqida, ya'ni ustida bosh qotirishimiz kerak bo'lar ekan. Endi ikkinchi darsga o'tamiz va ikkinchi darsda biz sizlar bilan Angliyaga yo'l olamiz. 18-asrda o'rtalaridamiz. Siz dengizda sayohat qilishingiz kerak, savdo bilan shug'ullanasiz, oilangiz bilan xayrlashib chiqib ketdingiz. Qaytib kelishingiz ehtimoli 50-50. Yiliga yuzlab odamlar Angliya o'zini dengizchilaridan ayrilishda boshlagandan keyin qirol 20,000 funt sterling evaziga yutuq e'lon qiladi. Ya'ni kimki shu dengizda aniq hisob-kitoblar asosida yuradigan qanaqadir moslama yoki yo'lini topadigan bo'lsa, unga bugungi kunda shu millionlab dollarga teng bo'ladigan 20,000 funt sterling miqdorida mukofot va'da qilinadi va buning uchun Qirollik akademiyasi qoshida alohida kengash ham tuziladi va bu kengashga Neville Maskelyne rahbarlik qiladi. Lekin Maskelyne bu yutuqqa erisha olmaydi. Uning o'rniga bitta duradgor, hech qayerda o'qimagan, soat-sozlikdan ozgina xabari bor John Harrison yechim taklif qiladi va uning yechimi hozirgi kunda ishlatiladigan o'sha paytlarda, ya'ni keyinchalik hozirgi kundagi aniq hisob-kitoblarga tayangan moslamalarga sabab bo'lgan Marine chronograph, ya'ni dengizda yuradigan xronografni u o'ylab topadi. Va aynan mana shuni evaziga u yutuqni olgani borganda unga yutuqni berishmaydi. Unga yutuqini isbotlagan yoki bo'lmasa meni yechimim endi tayyor bo'ladi haligi Maskelyne tomonidan va bu ilmiy asoslangan, bu o'qimagan odamning yechimi boshqa har xil bahonalar bilan, qo'pol qilib aytganda o'zining kibri bilan, ilmiy kibr degan narsa bor. Bu juda ham ko'pchilikda bor. Haliginga mukofot pulini berishmaydi va bu bir necha yillardan keyingina o'shani 10,000 funt sterlingini olganligi haqida ma'lumotlar bor. O'zbekistonda ham yaqinda aktivist haligi o'zbek tilidagi haqidagi muammosini gapirganda ayrim tilni haqiqiy mutaxassislari bu gapni gapirish aktivistga qolmagan va hokazo kabi gaplarni gapirishdi. Aslida esa ularni qilgan ishini, ya'ni aktivist ochiqchasiga aytgandi, ya'ni haqiqiy tilda bayroqdorlari bo'lgan odamlar bir necha yillardan beri qilishi kerak bo'ladigan ishni aktivist qilganligi qo'pol qilib aytganda O'zbekistondagi akademiyaga yoqmadi va akademiyadagi odamlar uni masxara qilishga o'tirishdi yoki bo'lmasa bu bunaqangi narsalar bilan yetkazilmaydi va hokazo. Bundan oladigan xulosamiz shundan iboratki, ayrim holatlarda biz o'zimizni mutaxassis sanashimiz aslida burnimiz tagida turgan yechimlarni ko'rmaslikka olib keladi va shunga o'xshagan narsalar bizni odatda ishchilarimizni yoki bo'lmasa hayotda boshqalarni ko'proq eshitishga sabab bo'lishi kerak. Men bu haqida Adam Grant'ni Hidden Potential degan kitobini hozir o'qiyapman. Shu kunlarda o'zim juda ham ajoyib aynan shu narsalar haqida va bu haqida keyinchalik balki batafsil video tayyorlarman. 3-darsga o'taylik. 3-saboqni olish uchun endi biz Angliyadan Amerikaga kelishimiz kerak bo'ladi 1950-yillar. Amerikadagi harbiy uchuvchilar juda ham ko'plari, ya'ni samolyotlarda halokatlarga uchrashni boshlaganlaridan keyin antropolog olimlardan
hisoblangan Gilbert Daniels ismli olim uchuvchilarni, ya'ni muammoni o'zi ildiziga borish bilan qiziqadi. Va u bu cockpit dizayn, ya'ni uchuvchi o'tiradigan o'rindiq va rulda umuman mana shu narsa qanaqa qilib ishlab chiqarilganiga qiziqadi va u o'rtacha odam uchun ishlab chiqilganligini biladi. Va natijada u 4000 tadan ziyod uchuvchilarni o'lchamlarini olib chiqadi. Qo'lini uzunligi, oyog'ini uzunligi, pedalga yechish uchun yoki o'sha samolyotning rulini ushlash uchun, ya'ni shturul deydimi, bilmadim, o'shani ushlash uchun qo'lini uzunligi va hokazo, ya'ni beligacha, bo'yidan hamma o'lchamlarni olib chiqadi. Va aynan mana shu o'rtacha, ya'ni uchuvchilar kabinasiga mos keladigan uchuvchilarning sonini topishga qiziqadi. Nechta deb o'ylaysiz? 0 ta. Ya'ni o'rtacha, qo'li o'rtacha uzunlikdagi, oyog'i o'rtacha uzunlikdagi va umuman tanasi o'rtacha odam mavjud emas. Qo'li uzunroq odamda, ya'ni oyog'i boshqacharoq va nima desam bo'ladi, uzunlikda va hokazo. Va natijada keyinchalik rullari samolyotda oldinga chiqadigan, bugungi kunda mashinalarga o'xshab sidzeni oldinga yuradigan, orqaga yuradigan va hokazo qo'shimcha dizaynlar bilan ishlab chiqariladi va sezilarli darajada halokatlarning oldi olinadi. Bu bizga biznesda nima masalani beradi? Bu biznesda o'rtacha odamlar uchun yoki hamma uchun qanaqadir mahsulot ishlab chiqarsangiz, demak u hech kim uchun ishlab chiqardingiz degani. Odatda ta'lim tizimi ham xuddi shunaqa. Ta'lim tizimi ham o'rtacha odam bolani, ya'ni qabul qilish tezligini hisobga oladi. Bolalar sekin qabul qiladiganlari orqada qolib ketadi, tez qolib ketib turganlarini biz to'liq potensialini ochib bera olmaymiz. Biznesda ham xuddi shunaqa, ya'ni o'rtacha odamning muammosini hal qilmoqchi bo'lsangiz, siz hech kimning muammosini hal qilgan bo'lasiz. Shuning uchun bunda saboq nima deydigan bo'lsangiz, oddiy Sony Walkman, ya'ni birinchi bo'lib portabil, ya'ni elektron eshitish böyle moslamalarini, ya'ni playerlarni nima deydi, bozorga kirishi, bu Sony'ni o'sha egasini, ya'ni ishlab chiqargan e-bookani uzoq masofalarga uchishda eshitadigan, ya'ni nima deydi, ya'ni nimadir eshitishni xohlagan odam va shuning uchun ishlab chiqarilgan bitta mahsulot bo'lgan. Ya'ni bitta odamning muammosini hal qilish uchun ishlab chiqarilgan mahsulot keyinchalik hamma odamlarga to'g'ri keladi. Xuddi shunga o'xshab Steve Jobs iPhone'ni, ya'ni tashkil nima deydi, mana o'ylab topganda ham va boshqa juda ham ko'p mahsulotlar aynan shu bitta qanaqadir muammoni hal qilish uchun ishlab chiqariladi va u muammo boshqa odamlarda ham bir xil bo'ladi va keyinchalik shu u odamlarning mijozlariga, ya'ni shu mahsulotning mijozlariga aylanadi. Demak, bu darsdan oladigan xulosamiz oddiy. O'rtacha odamlar uchun mahsulot ishlab chiqarmang, undan ko'ra bozorda chekkasidagi ayrim muayyan muammolarni hal qilish uchun ishlab chiqaring va katta ehtimol bilan bu muammo boshqa juda ham ko'plab odamlarda bor va siz mahsulotingiz uchun mijozlar bazasini mana shunaqa yaratish kerak deb aytadi Sutherland. Ogilvy yoki bo'lmasa Sutherlanddan oladigan 4-sabog'imiz bu psixofizika. Psixofizika bu haligi qanaqadir ong osti bloklaringizni yechish haqida emas. Bu ilmiy izlanishlarga asoslangan odamlar ayrim narsalarni qiymatini, uni shakli, narxi yoki uni o'rab turgan kontekstga qarab turib har xil qabul qilishlari haqida. Cadbury kompaniyasi bir nechta shikoyatlarni qabul qilib oladi. Odamlar aytadiki, ularda shokoladlarning ta'mi o'zgargan, eski retseptga qaytinglar deb aytadi. Ular hayron qolishadi. Ular hech nimani o'zgartirishmagan, retsept o'sha edi. Lekin nima o'zgardi desangiz, shokoladlarda shakli o'zgargandi. Ular shokoladlarda to'rtburchakroq qilib chiqarishadi, ya'ni qirrali qilib. Va psixofizikadan ma'lumki, odamning miyasi yumaloqsimon shakllarda shirinroq deb o'ylaydi va shirinroq deb qabul qiladi. Shuning uchun juda ham ko'p konfetlar yumaloq yoki masalan M&M'sda ko'rgan bo'lsangiz yumaloqroq shaklda bo'ladi. Bundan oladigan bizni xulosamiz, odatda siz ishlab chiqarayotgan turgan mahsulotni, ya'ni hamma remont qilish kerak ekan desa, ya'ni choyxonangizni dahshat qilib remont qilib yubormang. Balki odamlar o'sha choyxonaga aynan o'sha eski nostalgik muhit borligi uchun borar. Ya'ni Ogilvydan yoki Sutherlanddan beradigan uni darsi bizga, ya'ni mahsulotning qiymatini faqat uni, ya'ni nima desam bo'ladi, bir tomonlama obyektiv qanaqadir narsasi belgilamaydi deydi. U yana dorilarni ham misol qilib keltiradi. Ya'ni Avstraliyada shunaqangi case bo'lgan ekanki, og'riq qoldiruvchi dorini odamlar
bel og'rig'ini qoldiruvchi deb turib alohida upakovkada sotishgan, bosh og'rig'ini qoldiruvchi Nurofen deb turib alohida sotishgan va tizza og'rig'i uchun Nurofen deb turib alohida sotishgan va odamlar aynan o'sha o'zida og'riyib turgan narsani dorilarni olib turib, ya'ni tizza og'rig'i degan dorini yoki bo'lmasa bel og'rig'i degan dorini olib turib, umumiy bitta dori nomasdan-da o'sha yerda effektini yaxshiroq his qilishgan. Mana shu narsani psixofizika deydi va siz mahsulotlaringizda ham balki psixofizikani qo'llash mumkindir deydi. Bu yolg'on ishlatish emas marketingda deydi. Bu odamlarga nabarot, ya'ni odamlar kontekstdan ajralgan alohida hollarda fikrlanmasligini isbotlash deb aytadi. Va Sutherlanddan oladigan bugungi videomizdagi oxirgi darsimiz va men uchun bu eng muhimi deb o'ylayman. Hamma samarador narsalar ham har doim ham plyus bo'lavermaydi deydi. Aytadiki, bitta mehmonxonaga borsam deydi, eshigini tagida, ya'ni agar eshigini ochib tushirib turadigan odam bo'lsa deydi, mana shu odamga siz borib turib, ya'ni mehmonxonasiga hozirgi kundagi hotel konsultantlar nima deydi? Siz eshikni o'zi ochilib yopiladigan eshik qo'ysangiz, mana bitta ishchini tejaysiz deydi va bu tejagan narsangizni evaziga siz uni o'rniga mahsulotni bunaqangi qilishingiz mumkin, unaqangi qilishingiz mumkin edi va hokazo mana shu joylarga o'zgartirishingiz kerak deydi. Ya'ni bu samaradorlik bo'lib tuyulishi mumkin deydi yoki odatda deydi, juda ham ko'p kompaniyalarda deydi, call centerlarini bugungi kunda nima desam bo'ladi, Hindistonga outsource qilish kuchayib ketgan deydi. Endi esingizdan chiqmasin, bu o'sha paytlarda yozilgan kitob. Bugungi kunda outsource'da hamma ChatGPT ga berib yuboryapti. Ya'ni texnik xodimlarni ChatGPT hal qilyapti. Nima bo'lgan taqdirda ham mana shu narsalarni har doim ham to'g'ri bo'lmasligini aytadi u. Nimaga desangiz, ba'zan deydi, telefon qilasiz deydi. Telefon qilgan odamingizga, misol uchun restoranga telefon qildingiz, mana shu joyga dostavka qilib ber desangiz, ha bo'ldi, mana bu mahalladan kiyimmi deb aytadi. Qo'qonda ham juda ko'p bo'ladi. Bu taqdir taksi firmalariga telefon qilsangiz, ya'ni taksi firmalari sizni uyingizda yashash manzilingizni orientirni juda ham zo'r biladi. Dispetcherlar va siz bilan chiroyli muomala qilib taksi jo'natib yuborgan bo'ladi. Yandexdagi eng katta muammo bo'lsa, ya'ni bu narsalarni hammasini optimallashtirish evaziga, ya'ni programma orqali zakaz qilish evaziga hammasi optimallashadi, lekin sizga haydovchi, ya'ni insoniylik elementi yo'qolib qoladi deb aytadi. Demak, bugungi darslarimiz mana shu narsalardan iborat edi. Men o'ylaymanki, bularning har bittasini o'zimizning biznesimiz yoki mesela hayotimizda tatbiq qilsak bo'ladi. Agar sizga bu video qiziq bo'lgan bo'lsa, men Sutherlandda Alchemy mana shu kitobini dan 55 ta kichkina, ya'ni qisqa darslarni 1% bilan premium Telegram kanaliga o'zimni bilmayman 13-15 soat vaqtimni sarflab joylab chiqdim. Ya'ni qisqa mana shunaqangi darslarni 55 tasini. Va bularda hammasini plus yana boshqa kitoblar ketyapti. Aytda yana boshqa biznes g'oyalar, umuman faqat odam uchun kerakli bo'ladigan kontentni oyiga 90 ming so'm evaziga qilyapman. 1% bot deb Telegramda qidirasiz. Undan oldin men 1% bilimga, ya'ni bepul kanaliga o'tishni tavsiya qilaman. Unda ham biz juda ham zo'r qiymatli narsalarni berib olamiz, lekin Sutherlandda 55 ta dars bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, 1% bot orqali 1% premium kanaliga ulaning. Sizlar bilan bo'lsa keyingi videolarda ko'rishguncha iltimos kanalga obuna bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.